Abdulla Oripov 1941-yil 21-martda Qashqadaryo viloyati Koson tumanida Nikos qishlog'ida dunyoga keldi. 1958-yilda o'rta maktabni oltin medal bilan tamomlagan Oripov Toshkent Milliy universitetining jurnalistika fakultetiga o'qishga kirib, uni ham 1963-yilda imtiyozli diplom bilan yakunladi. Yosh gvardiya G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyotida muharrir, Sharq yulduzi jurnalida adabiy xodim, bo'lim mudiri, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasida adabiy maslahatchi, mas'ul kotib, Toshkent viloyati bo'limida mas'ul kotib, Gulxan jurnalida muharrir, 1996-yilda O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi raisi, ayni vaqtda O'zbekiston Respublikasi mualliflik huquqi himoya qilish davlat agentligi raisi lavozimida faoliyat yuritgan. Shoir va jamoat arbobi O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripovning Tilla baliqchi, Men nechun sevaman O'zbekistonni singari dastlabki she'rlari talabalik yillarida yozilgan va o'zbek she'riyatida yana yangi iste'dodli, o'ziga xos ovozga ega shoirning kirib kelayotganidan darak bergan. Ko'p o'tmay Mitti yulduz she'rlar to'plamining nashr etilishi she'riyat muxlislarida paydo bo'lgan shu dastlabki tasavvurni to'g'ri ekanligini tasdiqlagan. Shundan keyin shoirning Ko'zlarim yo'lingda, Onajon, Ruhim, O'zbekiston, Xotirot, Yurtim shamoli, Yuzma-yuz, Hayrat, Najot qal'asi, Yillar armoni, Haj daftari, Munojat, Saylanma dunyo, Shoir yuragi singari she'riy kitoblari nashr etilgan. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi bosh tahriri hay'at a'zosi Hamza nomidagi hamda Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Respublikasi davlat mukofoti laureati edi.